Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Yaqin Sharqda vaziyat tarixiy burilish nuqtasiga yetdi. So'nggi kunlarda sodir bo'layotgan voqealar endi oddiy siyosiy keskinlik yoki chegaralardan harbiy operatsiya emas, balki to'laqonli urush boshlanganini ko'rsatmoqda. AQSh va Isroil tomonidan Eron hududiga amalga oshirilgan keng ko'lamli zarbalar mintaqadagi kuchli muvozanatni butunlay o'zgartirib yubordi. 10 yilliklardan beri yig'ilib kelgan qarama-qarshilik ochiq harbiy to'qnashuvga aylandi. 28 fevral kuni AQSh va Isroil qo'shma operatsiyasi doirasida Eronning strategik obyektlari, harbiy qo'mondonlik markazlari hamda xavfsizlik infratuzilmalari nishonga olindi. Zarbalarning asosiy maqsadi Eronning harbiy salohiyatini izdan chiqarish va yadroviy dasturini to'xtatish ekani aytilmoqda. Hujumlar Tehron atrofida kuchli portlashlarga sabab bo'ldi. Ayniqsa oliy rahbar qarorgohi zarba ostida qolgani haqidagi ma'lumotlar butun dunyoda shok uyg'otdi. Oradan ko'p o'tmay AQSh prezidenti Tramp Eron oliy rahnamosi Ayatulloh Ali Xamenei hujumlari oqibatida yo'q qilingani haqida bayonot berdi. Isroilning yuqori martabali rasmiysi ham Xameneining halok bo'lgani va uning jasadi topilgani haqida xalqaro agentliklarga ma'lumot bergani xabar qilindi. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada osonlashdi. Endilikda siz O'zbekistondagi Uzcard, Humo, Visa kartalariga yoki hatto naqd pul ko'rinishida ham tez va qulay holatda pul jo'natishingiz mumkin. Hoziroq Play Marketdan yuklab oling va 400 rubl bonusga ega bo'ling. Agarda sizda qandaydir muammo bo'lsa, 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati mavjud. Anjir Pay xalq tanlagan mobil ilova. Biroq Tehron bu xabarlarni rasman tasdiqlamadi. Eron rasmiylari sukut saqlayotgan bir paytda mamlakat ichida axborot bo'shlig'i paydo bo'ldi. 1989-yildan buyon Eron siyosiy tizimining markazida turgan, davlatning harbiy, sud va siyosiy hokimiyatini nazorat qilib kelgan rahbar taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. Aynan shu noaniqlik vaziyatni yanada xavfli qiladi. Chunki oliy rahbarning yo'qolishi Eron ichida hokimiyat uchun keskin kurash boshlanishi ehtimolini kuchaytiradi. Tehron ko'chalarida turli kayfiyat kuzatilmoqda. Ayrim hududlarda vahima, ayrim joylarda esa odamlar derazalardan baqirib sodir bo'layotgan voqealarga emotsional munosabat bildirayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Eron javob esa kechiktirilmadi. Isroil hududi, ayniqsa Tel Aviv atrofida raketa zarbalari qayd etildi. Ko'plab binolar vayron bo'ldi va havo hujumidan mudofaa tizimlari tun bo'yi ishladi. Sirenalar va portlashlar Isroil shaharlarining odatiy foniga aylandi. Shu bilan bir vaqtda Eron shahid turidagi dronlarni Fors ko'rfazi tomon yo'naltirdi. Bahrayndagi AQShning 5-floti joylashgan hududdagi zarbalar berilgani haqidagi xabarlar urushning endi bevosita AQSh harbiy infratuzilmasiga ham yetib borganini ko'rsatadi. Urush fronti tez suratda kengayib borayotgani Fors ko'rfazi davlatlarida ham sezildi. Dubayda aholiga favqulodda ogohlantirishlar yuborilib, odamlar yer osti avtoturargohlariga evakuatsiya qilina boshlandi. Shaharda maxsus bunkerlar mavjud emasligi sababli savdo markazlari va turar joy binolari ostidagi oddiy parkinglar vaqtinchalik boshpanaga aylantirildi. Dubay xalqaro aeroportida ham evakuatsiya jarayoni boshlanganiga oid ma'lumotlar paydo bo'ldi. Bu holat urush endi faqat Eron va Isroil o'rtasida emas, balki butun mintaqani qamrab olayotganini ko'rsatmoqda. Eron Milliy xavfsizlik kengashi rahbari Larijoni keskin bayonot berib, mamlakat qurolli kuchlari dushmanlarga hech qachon unutmaydigan javob tayyorlayotganini ma'lum qildi. Uning so'zlari diplomatik til emas, balki ochiq harbiy ritorika sifatida baholanmoqda. Shu paytda Rossiya, AQSh va Isroil zarbalarini qoralab chiqdi. Xalqaro maydonda esa davlatlar asta-sekin qarama-qarshi bloklarga ajrala boshlayotgani sezilmoqda. Energiya bozorlari beqarorlashdi, aviatsiya yo'nalishlari o'zgartirilmoqda. Global iqtisodiy tizim yangi zarbani kutayotgandek muzlab qolgan. Bugungi vaziyatning eng xavfli jihati shundaki, diplomatiya deyarli sukut saqlamoqda. Ammo raketalar gapirmoqda. Davlat rahbari nishonga olingan harbiy bazalar zarba ostida qolgan. Bir vaqtning o'zida bir necha davlat osmonida raketa tutib qolish operatsiyalari ketmoqda. Bu belgilar tarixda har doim bir narsani anglatadi. Urush allaqachon boshlangan bo'ladi. Yaqin Sharq endi keskinlik bosqichidan o'tib ketdi. Mintaqa ochiq harbiy qarama-qarshilik davriga kirib keldi. Agar vaziyat shu tarzda davom etsa, bugungi tunlar kelajakda yangi global mojaroga yo'l ochgan lahzalar sifatida eslanishi mumkin.
Shu paytda Isroilda butunlay boshqa kayfiyat hukm surmoqda. Mahalliy telekanallar Eron oliy rahnamosi Xamanayning ehtimoliy o'limi haqidagi xabarlarni tantanali ruhda yoritdi. Hatto raketa hujumlari davom etayotganiga qaramay, isroillik fuqarolar bomba panohlarida turib ham bu voqeani nishonlayotgani aks etgan videolar tarqaldi. Urush sharoitida ham jamiyatning ruhiy holati keskin o'zgarib, voqealar diniy va siyosiy ramz darajasiga ko'tarilmoqda. Isroil bosh vaziri Netanyahu esa to'g'ridan-to'g'ri Eron xalqiga murojaat qilib, tarixiy ohangdagi chaqiriq yo'lladi. U eronliklarni hukumatga qarshi chiqishga undab, yordam allaqachon kelganini aytdi. Bu murojaat harbiy operatsiya faqat tashqi zarbalar bilan cheklanmasligini, balki Tehron ichida siyosiy silkinish yuzaga keltirish strategiyasi ham ishga tushganini anglatadi. Amalda bu davlat ichida qo'zg'olon ehtimolini rag'batlantirishga teng signal sifatida baholanmoqda. Urush zarbalari esa iqtisodiy va ramziy markazlarga ham yetib bordi. Dubaydagi sun'iy orol ustiga qurilgan mashhur Palm Jumeirah majmuasi havo hujumidan so'ng alangaga o'ralgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Ushbu hudud Donald Tramp oilasining muhim investitsiya loyihalaridan biri sifatida tanilgan edi. Oradan ko'p o'tmay yana bir ramziy nishon dunyodagi eng mashhur mehmonxonalardan biri hisoblangan 321 metrlik Burj Al Arab minorasiga Eron droni zarba bergani ma'lum qilindi. Urush endi harbiy zarbalar bilan cheklanmay global boylik, turizm va prestij ramzlarini ham nishonga ola boshladi. Fors ko'rfazining boshqa nuqtalarida esa kutilmagan manzaralar kuzatilmoqda. Bahraynda ayrim guruhlar Eron dronlari zarbalari haqida xabar tarqatganidan so'ng ko'chalarga chiqib hodisani nishonlayotgani qayd etildi. Bu holat mintaqada yagona front yo'qligini, jamiyat ichida ham keskin qarama-qarshilik kayfiyatlari mavjudligini ochiq ko'rsatmoqda. Yevropa yetakchilari esa vaziyatdan ancha xavotirda. Fransiya prezidenti Makron Parij ushbu harbiy operatsiya haqida oldindan xabardor qilinmaganini va Fransiya ham uning ittifoqchilari ham hujumlarda ishtirok etmaganini ta'kidladi. Bu bayonot G'arb ittifoqi ichida ham strategik kelishmovchiliklar yuzaga kelganini anglatadi. Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'on ham voqealarni keskin baholab, AQSh Isroil zarbalari ortidan boshlangan mojaro mintaqani halokatli beqarorlik sari olib borayotganidan chuqur xavotir bildirdi. Erondagi mojaro tobora yangi bosqichga o'tib, endi nafaqat harbiy to'qnashuv, balki siyosiy tizimlar taqdiri hal qiluvchi jarayonga aylanmoqda. Oxirgi voqealar shuni ko'rsatmoqdaki, janglar front chizig'idan chiqib, davlatlarning ichki kelajagi va mintaqadagi kuchlar muvozanatini qayta shakllantirish darajasiga yetdi. Eron atrofidagi eng shov-shuvli siyosiy bayonot surgunda yashayotgan sobiq valiahd shahzoda Rizo Pahlaviy tomonidan yangradi. AQShda istiqomat qilayotgan Pahlaviy Xamanayning ehtimoliy o'limi Islom Respublikasi amalda yakuniga yetayotganining belgisi ekanini ta'kidladi. U Eron hududida emas, balki xorijdan turib murojaat yo'llab, amaldagi tizimni minglab qurbonlar uchun javobgar mustabid tuzum deb atadi. Pahlaviyga ko'ra, hokimiyat vorisni tayinlashga bo'lgan har qanday urinish siyosiy legitimlikka ega bo'lmaydi va mamlakatni barqarorlashtira olmaydi. U Eron qurolli kuchlari hamda xavfsizlik apparati vakillariga murojaat qilib, qulab borayotgan rejimni qo'llab-quvvatlashdan voz kechishga va xalq tomonidan o'tishga chaqirdi. Shu bilan birga eronliklarni hushyor bo'lishga, ehtimoliy ommaviy namoyishlarga tayyor turishga undab, mamlakat tarixidagi hal qiluvchi davr yaqinlashayotganini bildirdi. Bu murojaat Eron ichida emas, balki xalqaro siyosiy maydondan berilgan bo'lsa-da, u rejim almashinuvi haqidagi global muhokamalarni yanada kuchaytirdi. Harbiy vaziyat esa shu paytda yanada keskinlashdi. Fox News tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Saudiya Arabistoni hududida joylashgan Amerika harbiy bazalaridan biri Eron tomonidan hujumga uchragan. Agar bu zarba to'liq tasdiqlansa, mojaro yangi strategik bosqichga o'tganini anglatadi. Chunki AQShning mintaqadagi harbiy infratuzilmasiga bevosita zarba berilishi Washingtonning to'liq harbiy javob berish ehtimolini keskin oshiradi. Agar voqealar shu yo'nalishda davom etsa, hozirgi kunlar Yaqin Sharq xaritasi va Eron siyosiy tizimi qayta shakllana boshlagan davr sifatida tarixda qolishi ehtimoli tobora kuchaymoqda. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi harbiy dengiz floti ultra qisqa to'lqinli radio orqali kemalarning Hormuz bo'g'ozini kesib o'tishi taqiqlanganini e'lon qildi. Bu haqda Yevroittifoqning Aspides dengiz missiyasi vakiliga tanib Reuters xabar berdi. Ushbu bo'g'oz dunyodagi eng muhim neft eksport yo'nalishi bo'lib, u orqali Saudiya Arabistoni, Eron, Iroq va Ba'dan yoqilg'i yetkazib beriladi. Bundan oldin Bloomberg garchi bu yo'l ochiq qolayotgan bo'lsa-da, tankerlar Hormuz bo'g'ozini kesib o'tishdan qochishni boshlagani haqida yozgan. Xususan, Yaponiyaning Nippon Yasen KK kemachilik kompaniyasi o'z kemalariga ushbu bo'g'oz orqali o'tmaslik haqida ko'rsatma bergan. Gretsiya ham o'z savdo flotini ogohlantirgan.
Agar bo'g'ozdan o'tish kemalar uchun xavfli bo'lib qolsa, ular bu yo'lni faqat G'arb davlatlari harbiy dengiz kuchlari himoyasidagi konvoylar tarkibida amalga oshirishi mumkin, deb yozadi Bloomberg. Nashrga ko'ra, bu harakatni sekinlashtiradi, biroq jahon neft yetkazib berishiga jiddiy ta'sir ko'rsatmasligi kerak. Neft narxi Eronga zarbalar berilish arafasidayoq ko'tarila boshlagan. Narx 1 barrel uchun $73 oshdi. Hormuz bo'g'ozi yopilgan taqdirda kotirovkalar $100 dovondan oshib ketishi mumkin. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.